Zimiston torining egilagan maxfiy hujjat bilan yig'in ün olg'u isbotiga asosan Xitoy Markaziy komitet birlashib bo'limining yetakchiligida mamlakat miqyosida dinni nazorat qilib tekshirish xizmatining 2018-yil sentyabrda umumyuzlik boshlanganligi aniqlandi. Bu xizmat bo'lsa har qaysi diniy siyosatlarning butun mamlakat doirasida amaliylash ahvolini tekshirish bo'lib, Xitoy kommunistlarining 1949-yili huquq tutgandan beri tunji qilishi bo'lib hisoblanadi ekan. Mazkur tekshirishning maqsadi bo'lsa, yuqori o'lchamlik, keng doiralik, cho'nqur tekshirish bo'lib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirishlarini tekshirish va o'lchash amaliyot davomida qandoq ilgari surish bilan birga butun e'tiqodchilarni kommunistlarga xizmat qildirishni maqsad qilgan. Buningga qarata Sharqi Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash bayonot e'lon qilib, Xitoy kommunistlarining oxirgi nishoni Xitoyda har qanday bir dindagi e'tiqodchilarni tamoman yo'qotib, kommunist ideyasini tiklashdek razil niyatini tushunishga chaqirdi. Tibet ovozi to'rining 2-yanvar xabarida Xitoy hukumatining yaqinda Shizangning sharqiy qismiga joylashgan Qinxay atrofidagi Tibet xalqining Nepal qatorliq davlatlarga berib haj faoliyatiga to'sqinlik qilish uchun faoliyatga ketganlarning 3 kun ichida qaytib kelishini qat'iy uqtirib, agar muddat ichida qaytib kelmasa, haj faoliyatidagilarning oilasini go'ruga oladiganligini, pasportining bekor qilinadiganligini, yurtiga qaytish imkoniyatini yo'q qiladiganligi bilan tahdid solgan. Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning bir davlat ikki xil tuzum loyihasi bo'yicha Tayvanga sungan birlikka kelish talabi Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen tarafidan rad qilindi. Amerika radiosi shirkati xabari to'rining 2-yanvardagi xabardan qaraganda, Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Xi Jinpingning tahdid aralash taklifiga Junxo Xalq Jumhuriyati Tayvan Jumhuriyatining mavjudligini e'tirof qilish kerak deb javob qaytargan. Xitoy raisi Xi Jinping 2-yanvar kuni Beijing Xalq saroyida ochilgan Tayvan siyosatining 40 yillik namoyandasi yig'inda qilgan so'zida Tayvan Jungoning bir qismi bo'lganligi uchun cho'qim biz bilan birlashish kerak. Hong Kongda yo'lga qo'yilgan bir davlatda ikki xil tuzum birlikka kelishning eng yaxshi ulgisi degan. U yana birlikka kelishdek muqarrar iqimni hech kim to'sib qololmaydi. Mustaqillik Tayvan uchun bir tuyuq yo'ldir degan. Xabarda deyilishicha, Xitoyning Tayvanga sungan bir davlatda ikki xil tuzum taklifi Hong Kongda yo'lga qo'yilgan sistem bilan o'xshash bo'lib, uningda Tayvan Xitoyning bir qismiga aylandi ekan va ma'lum darajadagi avtonomiya huquqini saqlab qoladi ekan. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Xi Jinpingning so'ziga qaytargan javobida alohida qilib, Tayvan xalqi Jungo cho'nqurligiga qo'shilishga qattiq qarshi turadi. Junxo Xalq Jumhuriyati o'z xalqini idora qilishda Tayvanga o'xshash demokratik yo'lni tutish kerak degan. Osama Shoyin parlamentda qilgan so'zida oldingi kunlari Xotan Qarqashning zaviyasida so'g'uq tutonlab o'lgan bir Uyg'ur narsidining rasmini hamda jazo lagerlariga oid rasmlarni ko'rsatib turib, Uyg'urlarning og'ir kulfatlarini, Xitoyning jazo lagerlaridagi insoniyatga qarshi jinoyatlarini tilga olgan. O so'zida Uyg'urlarning islom dinini 1000 yillar ilgari qabul qilgan musulmon bir millat ekanligini, ularning islomga qo'shgan tuhfalarining nihoyat zo'rligini eskartib o'tgan. O yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy ayirmachilikqa qarshi turish komitetining rasmiy doklatiga asosan Sharqi Turkistonda 1 milliondan ortiq Uyg'ur musulmonlarining jazo lagerlariga qamilib zulmga uchrayotganligini, xalqaro jamiyatning bo'libmi islom dunyosining buningga qarata yetarli darajada ko'ngil bo'lmayotganligini ta'kidlagan. O yana Payg'ambar alayhissalomning zulmga uchraganda qo'linglar bilan, uningga qodir bo'lamasanlar tilinglar bilan, onunğa qodir bo'lamasanlar dininglarni qarshi turinglar degan hadisning ro'yiga binoan Kuvaytning bir musulmon davlati bo'lish sifati bilan Sharqi Turkiston musulmonlari duch kelayotgan zulmlarga inkas bildirish majburiyatining borligini ta'kidlagan. العالم يقول نحتفل ب70 سنة على القضاء على معسكرات الاعتقال النازية في ألمانيا.